Akalar Hodiy avtoda eng arzon boshlang'ich to'lovli avtomobillarni birma-bir terib qo'ydim. Akalar eng zo'rlardan, eng sifatlisidan, ya'ni o'zimga tavsiya qiladigan avtomobillarni sizlarga ham tavsiya qilish arafasida turibman. Bundan tashqari, har bir avtomobil tekshirib olingan, probeglarigacha, kraskalarigacha batafsil ma'lumotlarni bemalol operatorlar orqali olsanglar ham bo'ladi. Oylik to'lov batafsil ma'lumotlar Telegram kanalida bo'ladi. Bundan tashqari, videoning oxirida yana bitta ma'lumot aytib ketaman. U narsani ham to'g'ri tushunasizlar. BYD Chazor 2024-yil ishlab chiqarilgan gibrid varianti. 1600 dollarga pul bilan kelasiz, bitta pasportga 10 bitta viloyatga bemalol kelib turib xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari qora jentra ko'pchilik so'ragan edi, 2023-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka, Amerikanka, Optra, qimmat chexoli, yaxshi monitor, xullas mulk hamma narsalar ideal bo'lib turibdi. Atiga 700 dollarga xarajatga pul olib keling, bo'ldi. Hodiy avto sizga mana shu avtomobil chiqarib berishga tayyor turibdi. Bundan tashqari 2022-yil ishlab chiqarilgan yurgan juda ham qiziq 18000 kilometr masofani endigina bosib o'tgan, saloniga o'tiradigan bo'lsangiz, salon hidlari haligacha ham ketmagan. 18000 kilometr masofani bosib o'tgan, 4 yumshoq balonlargacha ham turibdi. Oke, atiga 400 dollarga xarajatga pul olib keling, qolgan hamma xarajat Hodiy avto zimmasida bo'ladi. Bundan tashqari, Cobalt 2023-yil ishlab chiqarilgan mashina ideal holatda, chexollariga shaq qo'yilgan zo'r mashina akalar. 600 dollarga pul bilan kelasiz, bo'ldi. Nomingizga o'tib ketadi. Bundan tashqari Spark juda ham ko'pchilik so'ragan edi, 2022-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka 300 dollarga pul bilan kelasiz, mana shu avtomobil nomingizga chiqib ketadi. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa gap yo'q. Mana men skladdan to'g'ri kelyapti akalar. Tayinlash uspet qilmayapman. To'g'risi ochig'ini aytay, men sizlarga vaqtim yetmayapti. Sababi odam juda ham ko'p. Ertalab kunduz kelganlar bor. Kommentariyaga yozinglar, qanaqa odam bo'lib ketdi deydi. Uspet qilmayapman. Xullas, qora Cobalt mashina ideal holatda 2024-yil ishlab chiqarilgan 600 dollarga pul bilan keling, mana shu Hodiy avtodan kelib turib, mana shu qora Cobalt 24-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobkadan xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, hozir ketib o'tgan boshlang'ich to'lovlarimdan tashqari, bundan tashqari akalar, Xo'roz hamyoda bir xil qichqiradi. Respublika bo'ylab hozirgina oddiy nomerlar berilishi to'xtatildi. Oddiy nomer, ya'ni 944, 422, 418 dan achish nomerlar bo'ladi. Shunaqa qilib tugatildi. Faqatgina hozirgi kunda 307, 007, 070, 001 mana shunaqa nomerlar beryapti. O'shaning uchun ham auksion nomer ustiga daplata qilishligi to'g'ri kelyapti. Ya'ni siz kelasiz, oddiy nomer taqmaysiz, sizga shablon beriladi 001, 070, o'sha xohlaganingizni chiroyli raqamidan tanlab turib, birinchi toifasidan bemalol kelib turib, Hodiy avto orqali xarid qilsangiz bo'ladi. Bu xizmatlarimiz bepul. 500 dollarga qo'shiladi. O'sha ham davlat boji. Bizning cho'nchagimizga kiradigan pul emas, uyimizga olib kirib ketadigan pul emas, tegimizga zo'r mashina minadigan pul emas. Bu hammasi o'zingizga rasxodingizga ketadigan pul. Ya'ni 1600 olmanmi, 2100 ga tushyapti. 700 dollardan olmam 1200 ga tushyapti. Общий o'sha o'zingizlar hisob kitob bilan olasizlar. Xullas, eng arzon, eng sifatli va eng ishonchli avtomobillar Hodiy avtoda. Batafsil ma'lumot boshqa narsalar Telegram kanalida. Joninglar sog' bo'lsin, Hodiy avtoda ishonchingiz uchun harakat qiling.